Şinjan televiziya stansiyasidan Muxtar Bug'ra qatorliq 6 kishining tutqun qilinganligi oydinlashdi. İjtimoiy taratqularda tarqitilgan tutqundagi Uyg'ur ziyolilari tizimligida Şinjan televiziya stansiyasining davlatlik birinchi darajalik rejissyori, atoqli shoir Muxtar Bug'ra, rejissyor Mahmudjon Sidiq va texnik Ahmadjon Matrozning ismlari o'rnagan edi. Erkin Osiyo radio stansiyasining xabariga qaraganda, Şinjan televiziya stansiyasining xodimlaridan Abdulaziz Zaydon, yosh riyosatchi Zulfiqor va yana bir qism ovoz artistlarining tutqun qilinganligi ma'lum bo'ldi. Şinjan Uyghur Avtonom Rayonluq İqtisad ve Uçurlaştırış Komitetining müdiri Vali Barat tutuqlandi. Xitoy kommunistlari Şinjan Uyghur Avtonom Rayonluq Uçurlaştırış Komitetining müdiri Vali Baratni intizom va qonunga eg'ir xiloflik qildi deb Avtonom Rayonluq Intizom tekshirish komitetiga topshirib bergan. Vali Barat 1962-yili 6 oyda tug'ilgan. 1995-yili partiya maktab iqtisod tadqiqot fakultetining muavin mudiri, orqadan mudiri bo'lgan. 2012-yildan boshlab Avtonom Rayonluq tashviqot bo'limining muavin boshlig'i, Pedagogika universitetining mudiri bo'lgan. 2018-yili 7-oydan boshlab iqtisod va uchirlashtirish komitetining mudiri bo'lib ishlayotgan. Qozog'iston garajdoni Sadirjon Oyipov 2016-yili Sharq Turkistonlik Muyassar Muqtedam bilan to'y qilgan bo'lib, 2016-yili pasportining vaqti to'shib, uzartish uchun vatanga qaytganda atalmish jazo lageriga tutqilinib, hozirgacha qo'yib berilmagan. Qozog'istondagi Ot yurt yoshlar tashkiloti butun dunyoga bayonot e'lon qilib, 3 farzandi bilan qolgan Sadirjon Oyipovga yordam qo'lini sunib, oilasining jam bo'lishini umid qilgan. Dunyoning diqqatini tortgan 20 davlat rahbarlar yig'ini Argentinaning poytaxti Buenos Airesda ochildi. Bu oraliqda Amerika prezidenti Trump Amerika ovozi muxbirlarining ziyoratida yana bir qatim Xitoy kommunistlarini Jungo bizga 25 yil izchil ziyonkashlik qildi deb aybladi. Trump va Xi Jinping 1 dekabr kechda ziyofatdan keyin suhbat olib bormoqchi. Ikki tarafning urush to'xtatish kelishimini tuzalishi har sohaning diqqatini qo'zg'amoqda. Xitoyning adil bo'lmagan savdo harakatini o'zgartirish uchun Amerika Xitoyning 250 million qimmatidagi tovarga tamojna beji qo'ygan. 2019-yili 1-yanvardan boshlab Amerika yana 200 million Amerika dollar qimmatidagi tovarning tamojna bejini 10% dan 25% ga o'riltishni planlamoqda. noyabr Ukraina prezidenti Polshenko ijtimoiy aloqa axborot vositalarida urush mezgilida Ukraina 16 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan rus erlarining chegaradan kirishni cheklaydiganligini jakka oldi. Bu talabni Ukraina davlat chegara mudofaa ministrining boshlig'i Petr Chijikar prezidentning ochgan yig'inida o'tirg'i qo'ygan. Prezident Polshenko bu qarorni Rossiyaning Ukrainada maxfiy qarshi turish kuchini tashkillashning oldini olish uchun berganligini aytib, shuning bilan birga bu qonun bir qism insonparvarlik yuzasidan o'zgarish yuz berishi mumkin deb ta'kidladi.